Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi mashinamiz Chevrolet Malibu. 2018-yil 1-oy. 8000 probegida. Bu 5 turbo motor. Mashinamizni Koreyadan auksiondan olib chiqqanmiz, birodarlar. Olib chiqqanimizda mashinamizda bitta mashinada udor bo'lgan. Bu full Krilo, para, tumanni almashgan. Qolgan joylar inshaalloh hamma yaxshi. Haydovchi chaslari, motor chaslarida ayblar yo'q, birodarlar. Salonlari o'rtacha holatda, askalari inshaalloh yaxshi. Mashina saloniga keladigan bo'lsak, turo eshikda 5 ключевой достуp. Pamять сиденья. Rol isiydi. Ikkita turo sideniyasi ham isiydi, faqat ikkitasi soviydi. Oldi qismi. Mashinamizni bitta lyuki yo'q xolos. Inshaalloh qolgan hamma yo'q bor. Birodarlar, mashinani Koreyaning ichida dokument qilib minsa bo'ladi va albatta eksportga ham bo'ladi. Mashinaga qiziqqanlar, qanaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Nomerlarimiz silkada. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.